1000 kitob tahlili 6-kitob Yashamoq Yuyxua. Assalomu alaykum do'stlar. Mana 1000 kitob tahlil loyihamizning ham 6-soniga yetib keldik. Bu sonda biz taniqli Xitoy yozuvchisi Yuyxua qalamiga mansub Yashamoq asarini tahlil qilamiz. Ushbu asar haqida ko'plar gapirdi, turli xil fikrlar bo'ldi, ko'plab insonlar yig'ladi. Ammo bu kitob umuman nima haqida? Xullas, ushbu kitob Fugui ismli insonning boshdan kechirganlari, yaqinlarini yo'qotganlari va qimorga ruju qo'ygan holda boridan ayrilgani haqida hikoya qiladi. Kitobning nomi Yashamoq bo'lishiga qaramasdan, asar oxiriga borib barcha yonmaganini qarang-da buni. Kitob nomi Yashamoq bo'lishiga qaramasdan, asar oxiriga borib kitobdagi barcha qahramonlar o'lib ketishadi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, nima uchun yozuvchi kitob nomini Yashamoq deb qo'ygan? Buni bilishni istasangiz, hoziroq YouTube'dagi Shamsiddin Jumayev kanaliga kiring va to'liq tahlilni ko'ring. Aytgancha, YouTube kanalimizda 100 kishi bo'ldik. Tabriklar uchun rahmat. Tamam. Jon mayo.